Assalomu alaykum. Amirxon kanalining ashaddiy muxlislari. Aka-ukalar, bu videomiz Bolgariya davlatining Sofiya shahrida. Xo'p, ko'pchilikda savol bo'lyapti. Bolgariya davlatida oylik necha pul topsa bo'ladi deb ko'p savollar tushyapti, aka-ukalar. Bolgariya davlatida o'rtacha oylik 700 euro. Eng past oyligi 700 euro. Bundan oyog'i ketaveradi 1000 euro, 1500 euro bo'lib. Xo'p, bu yerda aka-ukalar, asosan ko'ryapsizlar, ko'p joylar mehmonxona. Bu yerga kelish tavsiya qilaman, chunki biroz sizni dokumentingizni so'ramaydi ham. Birovning ishi yo'q siz dokumentingiz bilan. Endi viza orqali kelasiz baribir. O'shaning uchun biroz sizni dokumentingizni tekshirmaydi. Bu yerga kelgandan keyin agar oyliginglar yoki ishinglar yoqmasa, boshqa davlatga chiqib ketsanglar bo'ladi. Ko'pchilik kelyapti-da, o'sha 1000 euroga qoniqmasdan boshqa davlatga ketishyapti. Germaniya, Polsha, ko'p davlatga chiqib ketsanglar bo'laveradi bu yerda oylik yoqmasa. Lekin ish soatlari haftasiga 5 kun ish bo'ladi. 8 soatdan ish soati bu yerda yo'q. 12 soat, 11 soatlab ishlamaysiz. Shanba, yakshanba dam. Bizniki ham kelgan paytimizda shunaqa edi. Shanba, yakshanba dam edi. Men o'zim 6 kunlik ish qilib oldim. Haftasiga 6 kun ishlayapman 8 soatdan. Oyligimiz shu 1000 euro. Undan sal balandroq. 1100 euroga bormaydi, 1000 eurodan oshiqroq. Ko'pchilik oyligi past, borish tavsiya qilmayman deganlarga, aka-ukalar, ko'ngilni bir joyga qo'yib kelishni xohlaganlar, kelishlar tavsiya qilaman Bolgariyaga. Ishlar yoqmasa, boshqa davlatga o'tib ketishinglar mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, aka-ukalar.